Assalomu alaykum. Keling, bugun uy sharoitida oddiy, yengilgina makiyaj qilishni o'rganamiz, ya'ni bo'yanishni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi foreverda bazasi yuzimizga birinchi surtib olamiz. Makiyaj qilganda asosan baza bilan qo'lda ishlagan ma'qulroq. Qo'lingizda qancha bazani yuzingizga singdirsangiz, o'shancha boyagi tanokangiz ham yaxshi yotib beradi. Ko'pchilik savol berib, yuzingizga qanaqa tanoka ishlatasiz, tiniq ekan deb. To'g'risi, yuzimga ko'p narsa ishlatmayman. Endi umuman ishlatmayman ham. Osmondan turadigan, totaydigan narsalar ishlatmayman. Yuzimga kamdan kam holatlarda sovun bilan yuvaman yuzimni. O'sha sovunlar yuzga qo'l kelishib olib keladi. Yaxshilab singdirib olamiz bazani. Masaj qilib, asosan mana burun qismimiz, mana ustilarida kremimiz chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun yaxshilab mana shu joylarimizni masaj qilib chiqamiz. Ikkinchi fazani tuqqanimdan keyin mana o'ylab joyimga ikkita yuzimga dog' tushgan. Yuzimizga bazani surtib oldik. Biroz singishini kutamiz. Bu orada men sizlarga o'sha o'tgan safargi videolarimda 1 oylik qo'shmalak haqida gapirgandim va bugun o'sha qo'shmalagimizni ko'rsataman. Endi oddiy qilib tushuntirganda, qo'shmalak 1 oy turmaydi. Asosan bu qanaqa qoshlarga tavsiya etiladi? Asosan bu qoshi rangsiz bo'lgan nimalar bo'ladi-ku, sariq qoshlar bo'ladi-ku, tolasi juda rangi och. Qalin bo'lsa ham tolasi rangi och ayollarimiz bo'ladi. O'sha ayollarimiz uchun tavsiya qilinadi asosan. Negaki, terida ko'p turmaydi. O'zimda sinab ko'rmoqchi bo'ldim, faqat men har kuni video olgan hisobiga menga qo'shlarni saraganda boshqa qilganda xalaqit qilib qilar ekan, to'g'risi bo'yasam. O'shaning uchun o'zimda sinab ko'rganim yo'q hali. Lekin klientlarimni sinab ko'rdim. Qo'yilishi yaxshi. Mana bunday holatda bo'ladi mana. Bu qora rang. Bunisi ko'chigari. Bunga mana bunaqa narsa qo'shiladi. Qo'shiladi. Ikkalasini birga bir qo'shib ishlatasiz. Bunga suv yo boshqa narsalar qo'shilmaydi. Birga bir qo'shib, qoshni yaxshilab tozalagan holatda ishlatasiz. Qo'yish jarayonlarini ko'rsatdim. Ko'proq o'zi kis bilan ishlash kerak bunda, lekin osonroq bo'lishi uchun men sizlarga ip bilan ishlab ko'rsatdim. Bu qo'yiq narsa. Xuddi soch bo'yog'imiz qo'shasiz-ku, hammasini o'shanday aralashtirgan. Qo'yiq narsa. Kis bilan ozgina olasiz, hozir optimiz. Bunda ozgina olamiz. Shuncha bunda qo'shasiz. Rangdan mana shuncha qo'shasiz. Yetadi. Qoshingizga bemalol. Agar qoshingiz siyrak bo'lsa, menikiga o'xshab, menikiga o'xshagan qoshlar uchun yetadi. Agar qoshingiz tolasi qalin bo'lib, qalin bo'lsa, ko'proq qilishingizga tavsiya qilaman, chunki qoshingizga tolasi oralari yetirish kerak. Turg'izish vaqtlari o'shanday. 15 minut, 20 minut turg'izasiz. Videoni oxirigacha kuzatsangiz, bo'yanish jarayonini ko'rasiz kerak menga. Yuzimiz qotdi ancha, endi tanoka surtamiz. Tanoka menda kateshtika. To'qroq rangi. Ko'kar qolmasligim uchun ko'proq to'qroq rang olaman. Tanokani surtganda qoshingiz bilan surtib tashlamang. Ko'pchilikda qoshini bo'yagan vaqti, laminatsiya qilib bo'yagan vaqti oqarib qoladi. Nima hisobiga? Tanokani hisobiga. Shuning uchun qoshga tekkizmaslikka harakat qiling. Yuzimizga tanokani surtib oldik. Salonchilikda ko'pchilik yashirin kasb deb o'ylaydi, lekin unday emas. Misol uchun hamma narsani yo'nalishini olsangiz bo'ldi. Qolgani o'z fantaziyangizga. Qoshimiz bo'yab olamiz. Laminatsiya qilib bo'yaganda qanday bo'yaydi deb ko'pchilik so'rabdi mana. Bizda notga bor. Qoshimizni surtib olamiz. Buni surtgandan o'zini texnikasi bor. Birinchi pastga tarab olamiz qoshimizni. Pastga tarab olamiz. Ana undan keyin tepaga taraymiz. Xuddi boya aytganimdek, salonchilik yo'nalishida bilib olsangiz bo'ldi. Qolgani o'zingizni fantaziyangizga bog'liq. Qosh bo'yaganda ham ko'pchilik yozadi, yozma qoshlarini ko'rsating, terilmagan boshqa qoshlarni ko'rsating. Hammasi bir xil. Faqat yo'nalishingiz o'zi bo'ldi. Bir xil usulda chizasiz. Ozgina o'zingiz shakl berib, yo'nalish berib, chizib o'rganaverasiz. Qoshimda oddiy tem bilan buni ustidan oddiy tem ishlatganingiz ma'qulroq. Ishingiz oson bo'ladi mana menda. Buni ko'rgan bo'lsangiz kerak, u eskidan bor, avvalgi qosh bo'yoqlardan. Juda teni bor mana. Tem bilan bo'yaymiz. Endi konsiler ishlatamiz. Bu kimlar uchun asosan? Mana qovog'ini tagi qorayib turadiganlar bor-ku, o'shalarga. Agar qovog'i tagida qorayib, shunaqa belgilar yo'q bo'lsa, asosan kerak emas, to'g'risi. Tinim bor. Bu 2020-yil olganman mana shu tinni. Juda yaxshi ko'raman, ko'ra chiqadi. Ishi toza. Yuzimizga pudra surtamiz. Endi bu pudra mana. Pudra asosan nima uchun? Tanokani muzlatib beradi.
salonda endi ishlash boshlagan vaqtim menda imkoniyat bo'lmagan. Hamma narsani olishlar, tonoka, tem, konsiler, rumyani, highlighter olish imkoniyatim bo'lmagan. O'zimda ayamda tini bo'lardi. 6 ta rangi bor edi: oq, kulrang, qora, jigarrang, to'q jigarrang, och jigarrang, yana qanaqa rangi bo'lardi. O'shani o'zidan ham yuzga shakl berardim, ham qoshini bo'yardim, ham ko'zini bo'yardim. O'sha 6 talik tenda. Lekin ko'zlarim juda ham xursand bo'lib ketardi. Hozir endi faqat mana shu bilan ishlaymiz. Ham yuzimizga, ham ko'zimizga mana shu tem bilan ishlab ko'rsataman. Menda yoshligimda qanaqa qo'rquv bo'lgan, mana endi hammada bo'lishi mumkin. Tem surtayotganimizda tepagacha ko'tarilib ketmasin, yoki ketsa g'alati bo'lib qolmasin, o'shanaqa xayol bo'lardi menda. Endi ko'zimiz qovoq qismimizga mana shunday surtsak, qovog'imiz ochib beradi. Bu qimmat emas. Men budjetli variantini tanlaganman. Qoshimizni ochib beradi. Tenda surtib, keyin buni surtib bo'lsangiz, to'g'ri bo'ladi. Birinchi navbatda tendan buni surtasiz. Hech chiqadi. Mana shu tem bilan ishlaymiz hozir. Yuzim yana qismi bor, o'zi tabiiy. Bu yerda jag' qismi chiqib turadi. O'shani hisobga oladigan holatda men hozir manetimni bo'yasam, battar o'tib qoladi-da, mana bu joyim hali boshqacha bo'lib qolgan. Hozir yuzimizga mana shu oddiy temdan ishlatamiz. Manetda yaltiroq pushti, matli pushti va manetda yana bitta yaltiroq qismi bor. O'shani bitta qilib olamiz. Qancha tepaga ko'tarsangiz, yuzingizga sho'r ko'rsatadi. Yetkazib bera olyaptimi? Yetkazib bera olmayapti mana shu. Ko'zimizga olamiz. Bu u sharoitda oddiy yetkazamiz. Mana bu rangdan bo'yaymiz. Ko'z bo'yaganda ko'pchilik nima qilib qo'yadi-da, uzoqqa yoyishga qo'rqadi. O'shaning uchun shutga olamiz, qo'rqmasdan yoyamiz. Qo'rqmasdan yoyishga. Xuddi shu rangda ko'zimiz tangi. Bu moda. O'sha paytda moda bo'lib o'shanda olganman 2020-yilda. 6 yil bo'lgan. To'kilmaydi, shu yerda ham yoqadi. Ko'zimizni surtib oldik. Endi yuzimizni yaltiratamiz. Bu ham nechinchidir asrordan olganman. Ikkalasini taqamiz. Boyaga ko'zimizni bo'yagan temimiz bilan mana burnimizga bo'yab olamiz. Ochiq chiqib, nasl olishimiz shartimiz bor. Soya chiqarib olamiz burnimizga. O'sha yuqi yetadi. Endi buni surtib olamiz. Endi podvodka. Endi mana bu podvodkadan tagidan bitta suv. Qimmat narsalar emas, mana bu ham misol uchun 15 ming. Mana qimmat emas. Oddiy bo'yanadigan narsalar bilan ham chiroyli ishlab chiqarsa bo'ladi. Faqat fantaziya kerak bo'lsa. Endi tush qo'yamiz. Tush. Ikki xil tush qo'yganimiz ma'qulroq. Biri ob'yom beradi, biri uzunlik beradi. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak tushda. Endi qalamimizni qo'yamiz. Qalamimizni oddiy ochkasini 20 mingga oldim. 10 ta bilan. Buni 9 ming bagazini olganman. Buni tint qilib foydalanamiz latch qismiga. Bu sharoitda oddiygina. Keyingi videoda to'ylar uchun to'ylar bor. Meykaplarni ko'rsataman. Boyagi aytganimdek, bo'yanish uchun obязательно ko'chaga chiqib o'qib bir narsa qilishingiz faqat sizga yo'nalish bo'lsa bo'ldi.